Ayollarda uchraydigan ginekologik kasalliklar, mioma, kista, endometrioz, qaysi siklining buzilishi, sistit, bepushtlik kabilarni davolashda xalq tabobatida krasnoy shotka va baravay mak giyohlaridan foydalaniladi. Krasnoy shotka estrogen va progesteron gormonlarini qo'llab-quvvatlashda, buyrakning kuchli shamollashi, pilonefrid va gamma-nefritni davolashda, baravay matka qaysi siklini tartibga solishda, og'riq qoldirishda, undan tashqari bepushtlikni davolashda ham yordam beruvchi vosita hisoblanadi. Ko'plab mijozlarimiz shu ikkili giyohni qanday qilib to'g'ri tayyorlash retsepti haqida ma'lumotga ega emas ekan. Krasnoy shotkani maydalab ko'p holatiga keltirib olasiz va baravay matka bilan aralashtirib, umumiy aralashmadan bir osh qoshig'ini 250 milligram suvga 3-5 daqiqa qaynatib, 20 daqiqa damlab, 50 grammdan 4 mahal iste'mol qilsangiz, to'g'ri iste'mol qilgan bo'lasiz. Shu kabi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni